Bu videoda biz siz bilan 5 ta tur inson haqida gaplashamiz. Bu 5 ta tur inson bilan oila qurishga shoshilish kerak emas. O'zbekistonda statistika bo'yicha ajrimlar juda baland darajada bo'lyapti oxirgi bir necha yil. 46.900 ta ajrim bo'lgan 2025-yil. Sudlar ishlashini asorati, sudlar ko'p oilalarga rad javobini berish asorati bilan 46.900. 24.000 oilaga ajrimga ruxsat berishmagan. Chunki qanaqangidir bir asosiy yoki bir muhim sabab bo'lmagan. Nega shunaqa bo'ladi deysizmi? Chunki bizning mentalitetimizda afsuski, to'y qilishga, ko'z bo'yamachilik qilishga, odamlarni o'sha rag'batlantirishga pul ketkazishga tayyor. 10 ming, 20 ming, 50 ming dollar. Lekin shu ikkita bosh hali boshini bir qilishga tayyormi? Shu ikkita yosh oila qurishga nima xohlayotganini tushunishga tayyormi? Va sinovlardan birga o'tishga tayyormi degan savolni hech kim o'ziga berib ko'rmaydi. Va afsuski, keyin nafaqat bu ikkita yosh jabrlanadi. Bu insonning katta oilasi hech kimga kerak emas muammolar kelib chiqadi. Конечно, sevgida sug'urtalanmagan hech kim va garov beraman mana shu inson umrini oxirigacha bo'la oladi shu inson bilan deb bo'lmaydi. Bu hammasi Xudodan. Ammo ehtimolni oshirish imkoniyati bor va xatolarni oldini olish imkoniyati bor. Va shuning uchun hali endi turmush qurmoqchi bo'lsangiz yoki ajalib turib endi qanaqa inson topmoqchiligingizni tushunmoqchi bo'lsangiz yoki oilaviy hayotdasiz, lekin oilaviy hayotingizni yaxshiroq qilmoqchisiz, unda bu video siz uchun. Keling bu 5 ta turdagi insonni ko'rib chiqamiz. Qanday insonlar? Birinchi inson bu abuser inson. Abuser bu kim desangiz agar, bu inson boshqalarning hissiyotini hurmat qilmaydi, boshqalarning og'riqiga befarq bo'ladi va boshqa inson qiynalayotganda yoki u hech narsa sezmaydi yoki bundan mazza qiladi. Mana bu abuser. Psixik darajada nimadir noto'g'ri ketgan bu insonni yoshligida, balkim bu inson shakllanayotganda kimdir unga qattiq jabr yetkazib, men seni sevganim uchun shu narsani qilganman degandir balkim. Va u insonning miyasida o'tirib qolgan. Tak, kimdir sevsang, uni qiynash kerak degan. Va bu insonni vobshe qoralab tashab, jamiyatdan chiqarib tashlash kerak deyotganim yo'q, lekin sizga осторожныйroq bo'lish kerak. Va abuserni boshidan tanish qiyin. Rasman qachon tanisa bo'ladi abuserni? Siz bilan munosabat qurayotganda abuser yashirishi mumkin o'zini hislatlarini, lekin o'zidan pastroq darajada, mansab bo'yicha, kuch bo'yicha pastroq insonlarga munosabatiga ahamiyat berish kerak. Misol uchun restoranga bordingiz bu inson bilan. Bu inson ofitsiantlarga qanday murojaat qiladi? Mana bu yoqqa kel, mana buni olib ket, davay, tez bo'l deb gaplashadigan bo'lsa, ertaga bu ofitsiantning o'rniga siz turasiz. Chunki ertaga siz bu insonga qaram bo'lasiz va oilada status bo'yicha ozgina pastroq bo'lasiz. Insoniyatdan pastroq emas, lekin oilada u bosh, siz bo'ysunadigan inson bo'lasiz. Va bu yerda ham xuddi shu kartina bo'lyapti. Va o'zidan status bo'yicha, kuch bo'yicha pastroq insonga qanaqa murojaat qiladigan insonligiga qarab, bu inson abuser yoki kimdir ichki dunyosini hurmat qiladigan insonmi, shuni bilsa bo'ladi. Va agar ofitsiant kelganda unga ukam, mana shuni olasanmi? Agar senga qiyin bo'lmasa, mana shuni olib kelib yubor deb hurmat bilan, izzat bilan, qanaqangidir muloyimlik bilan gaplashayotgan bo'lsa, bu juda yaxshi belgi. Va ikkinchi abuserning belgisi bu hayvonlarga bo'lgan munosabati. Chunki hayvonlarning tili yo'q. Hayvonlar o'zining huquqini himoya qila olmaydi va davlat hali endi ularning huquqiga qiziqishni boshladi. Va bu insonning hikoyalarini eshitsangiz, hayvonlarga qanday munosabat qilganligini va hozir qanday mehribonligini ko'rsangiz, o'shanga qarab aytish mumkin. Ertaga bu inson sizga ham xuddi shunaqa mehribonlik ko'rsatadi. Ikkinchi turdagi inson bu yolg'onchi inson. Ko'p inson o'ylaydi, что yolg'onni foydaga ishlatsa bo'ladi. Lekin ishoning, o'sha sof qilib olganda sizga foyda olib keltiradigan yolg'onning o'zi yo'q. Chunki yolg'on har doim sizni yo'ldan uradigan narsa. O'zingizni ichki dunyoyingiz bilan, ichki ovozingiz bilan sizni aloqangizni uzadigan narsa. Va bu inson sizga rostni gapirishi mumkin yoki yo'q, men seni aldayotganim yo'q, ant etishi mumkin. Lekin ota-onasi bilan gaplashayotganda, qanaqangidir do'stlari bilan, og'aynasi bilan
bilmadim, biznes partneri bilan gaplashayotganda ahamiyat bering. Yolg'on ishlatadimi, yo'qmi? Misol uchun bir joyda o'tirib turib, restoranda o'tirib turib, oyisiga "Yo'q, oyi, hozir men ishdaydim-da, hozir men gaplasha olmayman" desa, endi o'ylab qarang, o'zingizga savol bering. Bu insonning onasi u insonga 20 yil, 25 yil mehrini bergan, shartsiz mehrini. Uni yedirib, ichirib, bir joyini artib, ish qilib shartsiz mehr bergan. Va qachondir kelib, oyimga yoki adamga nevajno, men yolg'on gapirishga o'zimga ruxsat beraman deya olgan. Miyasida o'ziga o'sha ruxsatni yozib bergan. Nega desa, ular meni tushunmaydi-da. Nimadir sabablarga ko'ra ota-onasini aldashga o'ziga ruxsat bergan. Nima deb o'ylaysiz? Sizni aldashga o'ziga ruxsat bermaydimi ertaga? 100% beradi. Chunki ota-onasidek ko'p mehr bergan hech kim bo'la olmaydi, o'rnini bosa olmaydi. Va siz onasidan yoki otasidan muhimroq insonga aylana olmaysiz va aynan o'sha qalb darajasidan va mehr berish darajasidan. Va shunaqa bo'ladiki, ertaga siz bu yolg'onlarga uchraysiz. O'shaning uchun agar bunaqa insonni uchratgan bo'lsangiz, o'zingiz ham yolg'on gapirishni to'xtating. Chunki har doim o'zimizga loyiq insonni uchratamiz va yolg'onchi inson bilan munosabat qurishni shoshilmang. Uchinchi toifadagi inson ota-onasiga qaram-bo'lgan inson. Что finans tomondan, что qarorlari tomondan. Agar bu inson hali ota-onasini o'sha qanotini tagida o'sayotgan bo'lsa, sizga uylanib ham shu nima deydi, отдельно chiqishga iloji yo'q. Mayli, отдельно chiqishni shart qilib qo'ying deyotgan, lekin finans tomondan ota-onasiga bog'lanmagan bo'lishi kerak. O'z-o'zini va oilasini butunlay torta oladigan inson bo'lishi kerak. Agar unaqa bo'lmasa, men sizga 100% ayta olaman, ota-onasi sizlarni oilangizga aralashtirmoqchi. Sizlar qanday yashashingiz kerak? Qachon uxlab turishingiz kerak? Qayerga borish mumkin sizga? Qayerga borish mumkin emas? Qanaqa kiyinish kerak? Ish qilib hamma qarorlarni ota-ona qabul qiladi. Lekin inson finans tomonidan o'ziga to'q bo'lishi mumkin, lekin psixologik jihatdan ota-onasidan separatsiya bo'lmagan bo'lishi mumkin. Har bitta qarorini agar otasiga yoki oyisiga telefon qilib, "Oyi, nima deb o'ylaysan?" deyotgan bo'lsa, bu inson hali oilaviy hayotga ketaveradi. Chunki oilada ertaga bu bosh bo'ladi. Bu lider bo'ladi va kerak bo'lsa, o'zini ayolini, o'zini oilasini ota-onasidan ham himoya qilishga tayyor bo'lish kerak. Ota-onasi yomon inson bo'lmasligi mumkin, lekin bo'lib turadi tushunmovchiliklar. Kelin, qaynona yoki o'sha qaynota va oilaga aralashadi. O'sha paytda men orqali gaplashasizlar. Faqat nima da'voyingiz, nima pretenziyangiz bo'lsa, menga aytasizlar, men ayolimga yetkazaman. Yoqmayaptimi? Umuman gaplashmanglar ayolim bilan. Umuman vashi aloqa qilmanglar. Men orqali da'voyingizni aytasizlar yoki umuman da'voyingizni aytmanglar deya olish kerak. Va o'sha ota-onasiga ham yo'q deya oladigan, chegaralarni qo'yadigan inson oilani boshi bo'ladi. Chunki ularning duosini olish kerak, ularni hurmat qilish kerak, lekin ular ham bu hayotni birinchi marta yashayapti. Bir paytlar bo'ladi, ular ham nimadir tushunmasdan tavsiya qilishi mumkin yoki o'zini miyasidagi chegaralar asosida sizlarni chegaralashi mumkin. Aslida u chegara umuman kerak emas va faqat xalaqit qilyapti. O'sha paytda oyi, ada, rahmat tavsiyangiz uchun, lekin bizni davaychi o'zimiz bilganimizni qilaverik deya olish kerak. 4-toifadagi inson bu Xudoga bo'lgan ishonchi siznikiga nisbatan boshqacharoq. Misol uchun, u inson ilm-fan bilan shug'ullanadi. Bu ajoyib, lekin ilm-fan bilan shug'ullangan insonlarda ko'pincha yoki ateist yoki agnostik bo'ladi. Ya'ni Xudoga yoki ishonmaydi yoki mayli sen isbotlab ber, keyin ishonaman degan holatda bo'ladi. Siz prям diniy insonsiz. Sizga muhim har bitta o'sha urf-odatlarni qilib, har bitta o'zingizni o'sha rituallaringizni qilish sizga muhim. Hozir kapalaklarni ta'sirida sizga bu bilinmasligi mumkin. Hozir siz bunga ahamiyat bermaysiz. Yo'q, biz bir-birimizni juda ham sevamiz. Yo'q, sizlar ko'rmayapsiz, siz tushunmayapsiz deb hammaga o'sha qarshi bo'lib, baribir shu insonni tanlashingiz mumkin. Hozirda hammasi yaxshi bo'ladi. 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, 5 yil o'tadi. Sekin mavjudga kelishni boshlaydi. Tak. Bu inson вообще Xudoga ishonmaydi-yu. Bu inson вообще men qilayotgan narsalarimga не только поддержка, не только qo'llab-quvvatlaydi, qarshi chiqadi-yu deb sekin konfliktlar kelib chiqadi buni asosida. Va Xudoga bo'lgan ishonchdagi konfliktlar aslida juda ham kuchli bo'ladi. Mani bitta o'quvchim, ular shunaqa chiroyli sxema yozib bergandilar. Mana qilib. Mana bu yerda tepada Xudo tursa, mana bu yerda er bilan ayol, er bilan xotin.
qanchalik har bittasi Xudoga yaqin bo'lsa, shunchalik bir-biriga yaqin bo'ladi. Qanchalik Xudodan uzoq bo'lsa, bu треугольник bo'yicha, shunchalik bir-biridan ham uzoq bo'ladi. O'shaning uchun bittasi Xudoga juda yaqin, ikkinchisi Xudodan uzoq bo'lsa, orasida katta masofa bo'ladi va bu konfliktlarga olib keladi. O'shaning uchun Gary Chapmanni "Одной любви недостаточно" degan kitobi bor. Ya'ni faqat sevgi yetarli emas degan kitobi bor. Va o'sha kitobda 12 ta savol bor gaplashish kerak bo'lgan. O'shandan eng muhimlaridan biri Xudoga bo'lgan ishonchingiz bir joydan chiqadimi yoki yo'q? Va bittasi buddist, bittasi xristian bo'lsa, hozir bilinmasligi mumkin. Ertaga bittasi bir xudoga, ikkinchisi boshqa xudoga sig'inganda bir-birida sekin, takoy "San man tomonga o't" yo "San man tomonga o't" degan konfliktlar chiqishi mumkin. Va 5-toifadagi insonni aytaman. Bu har doim sizni ayblaydigan inson. Nimadir konflikt bo'ldi, nimadir tushunmovchilik bo'ldi. Mayli bu inson balki mana noto'g'ri qilgandirman, lekin men o'ylayman, sanga ham o'zgarish kerak deyotgan bo'lsa, bu normal holat. To'xtab tur, balki meni ichimda nimadir bordir, shu vaziyat chiqdi bizada. Men nimani tushunishim kerak, nimani o'zgartirishim kerak, чтобы keyingi safar bunaqa vaziyat bo'lmasin degan inson вообще idealniy. Bunaqa insonni qo'ldan oyoqdan ushlab oling. Shunaqa inson topsangiz. Lekin sen o'zing vinovatsan, sen boshqacharoq qilishing kerak edi. Har doim sizga strelkani qaratadigan, har doim sizni ayblaydigan inson, bu inson bilan kasal bo'lasiz. Men sizga seriyoz aytaman. Bu inson bilan aybdorlik hissiyoti shunaqangi kuchli rivojlanadiki, psixosomatika bo'yicha kasalliklar chiqib keladi. Причем qanaqangidir bir kichkina kasallik emas, jenskiy tomonlardan xronический kasalliklar, butun gormonalniy o'zgarishlar bo'lib, tanangiz o'zgarib ketishi mumkin, semirib ketishingiz mumkin, chunki bu inson har doim o'sha qanaqangidir noroziligingizni, da'voingizni, agressiyangizni o'zingizga yo'naltiradi va o'zingizni, tanangizni buzishni boshlaysiz bunaqa inson bilan. O'shaning uchun hali turmush qurishingizdan oldin bunaqa insonni uchratayotgan bo'lsangiz va agar bu inson o'z ustida ishlashga, psixolog bilan ishlashga yoki bu odatlarni, bu dunyoqarashini o'zgartirishga tayyor bo'lmasa, siz keyinchalik achinishingiz mumkin. Endi nima qilish kerak deysizmi? O'z bu videoni men 3 xil qizlarga yozdirdim-da. 3 gruppa qizlarga desak bo'ladi. Birinchisi turmushga hali chiqmagan, ya'ni insonni endi tanlamoqchi. O'zi uchratibmi, sovchilar orqalimi, o'sha o'zi tanlamoqchi. 19, 20, 30 yoshdagi qizlar bor, hali turmushga chiqmagan. Ikkinchi guruhdagi qizlar bu uylanib ajrashgan. Bir marta kuygan va ikkinchi marta yana oila qurmoqchi, ammo bu safar aniq o'ziga mos, loyiq insonni topmoqchi. Va uchinchi guruhdagi qizlar va ayollar bu turmushga chiqqan, afsuslangan, oldindan nimadir o'rganmaganini, oldindan qanday insonni tanlashni o'sha qiziqmaganiga afsuslangan, lekin oilaviy hayotini o'zgartirmoqchi, yaxshilamoqchi. Mana shu 3 guruhdagi qizlarga ham bu video to'g'ri keladi. Va yaxshi xabar shundaki, yoningizdagi insonni o'zgartirsa bo'ladi. Inson har doim ham ideal bo'lmaydi. Ideal insonning o'zi yo'q va munosabatlar idealniy munosabat bo'lmaydi. Siz u idealniy munosabatni yaratasiz. O'zingizni ustingizda ishlab, bu inson bilan birgalikda ishlab, sabr qilib, Xudodan o'sha yo'nalish so'rab va bilimlarni qo'llab. Va men o'zi kimman desangiz, meni ismim Umurbek Utarov. Men yozuvchiman, prodyuser va psixologman va Ma'shuqaning sirlari degan proyekt bo'lgan Hilol Yusupova bilan o'shani birgalikda yaratganmiz. Uni programmasini tuzishiga ham yordam berib va uni o'tkazishiga ham yordam berib 6000 dan ko'p oila saqlanib qolishiga sabab bo'lganmiz. Soulmate kursini asoschiman va bu kursda 8000 umumiy olib qaraganda 8000 insonga o'qishga imkoniyat berilgan. 22-yildan boshlab bu proyekt kelyapti. Va Stanford universitetini psixologiya kursini tugatganman. O'zi Soulmate kursini nega yaratganman? Chunki meni o'zimga oila qurish muhim bo'lgan, ya'ni to'g'ri inson bilan oila qurish va qanday insonni uchratmoqchi bo'lganligim, qanday uni mosligini tekshirishim mumkin. O'zimda shu savollar juda ko'p bo'lgan va izlab, o'qib, har yerdan o'sha chuqur informatsiyani yig'ib, bir to'liq o'zimni sistemamni yaratgandan keyin uni boshida 22-yil bepul o'tkazdim va 8000 inson ishtirok qildi, yuzlab juda zo'r odzivlar bo'ldi va keyin o'sha vazifalarimni o'zim qilib, hammasini o'zim qilganimdan keyin o'zimda rezultat bo'ldi. 23-yil
menga yoqadigan qiz bilan munosabatlarimiz o'xshab ketdi va u qiz rozichiligini berdi munosabat qurishimizga va menda munosabat qurib ko'ramiz degan intilish bo'lmagan. Bilganman, menga prosta munosabat qurishga shundoq rozi bo'lsa, tamom, u inson bilan xudo xolasa butun umrgaman degan nastroyim bo'lgan. Chunki bu inson menga ko'nglimda o'sha qanaqangidir jiz qilganini sezganman. Va o'zimda bu kurs o'xshagandan keyin buni o'sha to'liq formatini 23-yil qilishni boshlaganman. O'sha paytdan beri 4 ta potok chiqarganman. Juda zo'r keyslar bo'lgan. Misol uchun bizda kurator bo'lib boshida o'sha kursda o'qigan, keyin kurator bo'lib ishlagan Malika kursdan keyin bir necha oydan keyin o'zini juftini topib turmushga chiqib ketdi. Va baxtli oiladan biri bo'lib, hozir xudo xolasa yaxshi yangiliklar kutyaptilar oilasida. Ikkinchi o'quvchi bu Surayyo. U ham kursda o'qiyotganida o'sha hali aniqsizlikda kelgandi. 1,5 oydan keyin kursdan keyin уже insonni uchratib, u inson bilan 3-4 oyning ichida to'ylari bo'lib ketdi va ular ham xudo xolasa yaxshi yangilik kutyaptilar. Surayyo yana rassom bo'lib ishlaydi o'zi, juda talantli va bunaqa ajoyib hikoyalardan bir nechasi bor. Mening komandamda ishlagan Asila degan qiz bor. U meni komandamga kelganda, o'sha 22-yilning oxirida kelganda hali unda ham aniqsizlik edi. Hali qanday insonga turmushga chiqishi aniq emas edi. U ishladi, kurator bo'lib ishladi, yordam berdi kursni yaratishda, o'sha syomkalarda hammasida o'zi o'qidi va unda ham ajoyib rezultatlar bo'ldi. Va bunaqa rezultatlar juda ko'p va albatta eng muhim rezultat men uchun bu meni o'zimning rezultatim, Xudoga shukr. Aynan o'sha orzuyimdagi ayol bilan oila qurdim va dalish rivojlanib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab kelyapmiz. Bu kurs o'zi qanday kurs, qanday ishtirok etsak bo'ladi desangiz, sizga tushuntirib o'taman. Bu kurs 7 ta darsdan iborat va bu nafaqat dars, bu xuddi shaharchaga sayohat qilgandek, Soulmate shaharchasi bor va bu shaharchada bizda binolar bor va biz bu binolarga kelib o'qiymiz va har bittasida bilim olamiz. Ijod saroyi binosida biz o'sha kerak bo'lgan bizga insonni portretini yasaymiz. Moslik laboratoriyasida biz inson bizga qanchalik mos kelishini o'rganamiz. Energiya uyida biz o'sha qiziqarli inson, energiyaga to'la, jozibangizni kuchaytirishni o'rganamiz, чтобы insonlar o'zi sizga intilish uchun, чтобы siz birinchi qadam qilmasligingiz uchun. Ichki bola qasrida biz ichki travmalarimizni davolaymiz. Chunki travmalar davolanmagan bo'lsa, aynan o'sha travmalarimizga bosadigan insonlar hayotimizga keladi. Kelajak teleskopida biz kelajakdagi orzuyimizdagi hayotni yaratishni o'rganamiz. Hali insonni uchratmasdan turib va menda shunaqa ajoyib hikoya bo'lgan. Mana shu dars bilan 2022-yil o'sha bepul marafonda o'zim vazifamni qilib yopishtirgan rasmim aynan 2 yildan keyin xuddi shu rasmga tushganmiz ayolim bilan. U juftlik Yevropada yugurib ketayotganligini rasmi edi. Qanday qilib xuddi shunaqa rasmga tushganimizni bilmay qolganmiz. Keyin kelib esimga tushgan. Va sevgi urug'ini ekishni o'rgataman va bu darslik aynan munosabatlaringiz butun umrga yetishi uchun qanday qilib reinvestitsiya qilish, munosabatga sevgini reinvestitsiya qilishni o'rgataman. Va portalga sayohat degan dars, bu yerda o'zimning sirlarimni beraman, чтобы munosabatlarda iloji boricha kamroq urush janjal va iloji boricha ko'proq garmoniya bo'lishi uchun. Bu kursni o'zi 4 marta o'tkazganman va hozir sizda 5-potokka oldindan yozilish imkoniyatingiz bor. Agar bu anketani to'ldirsangiz, QR'i mana shu ekranda chiqadi va havolasini pastda qo'yib qo'yamiz. Va agar siz bu anketani to'ldirsangiz, sizga birinchilardan bo'lib ulanib zo'r taklif berishadi jamoa va hozir oldindan bu kursga joylarni band qilgan insonlarga mani miya alximiyasi degan to'liq kursim bor. Uni ham qo'shib podarka berilyapti. Shuning uchun bu imkoniyatni o'tkazib yubormayman desangiz, yozilib qo'ying. Agar даже hozir oldindan yozilmaydigan bo'lsangiz ham bu anketani to'ldirib qo'ysangiz, kurs boshlanayotganda biz o'sha bepul intensiv qilayotganimizda o'tkazib yubormaysiz, chunki sizga SMS ga keladi. Shunaqa do'stlar va shu yerda siz bilan xayrlashamiz va boshqa videolarda ko'rishguncha xayr.